Real Madrid hamda Deportivo Alaves o'yini o'z nihoyasiga yetdi va bu o'yinda qiziqarli voqealar juda ham ko'p bo'ldi. Raul Asensioni inobatga olinmagan goldan tortib, Kylian Mbappe olgan qizil kartochkagacha. Raul Asensio urgan goli hakam tomonidan bekor qilindi. Sababi Antonio Rudiger Alaves darvozaboniga nisbatan qo'pollik sodir etgan va bu gol inobatga olingani yo'q. Real Madrid yetakchisi Kylian Mbappe juda ham qiziq o'yin o'tkazdi. 37-daqiqada Kylian Mbappe Alaves futbolchisiga qarshi xavfli harakat qilgani uchun to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka oldi. VAR tizimi orqali tekshiruvdan so'ng bu qaror o'z kuchida qoldirildi. Chempionlar Ligasi doirasida Real Madridni juda ham qiyin o'yin kutmoqda. Santiago Bernabeuda ular Arsenalga qarshi javob o'yin o'tkazishadi. Do'stlar, sizlarning fikringiz qanday? Real Madrid haligacha La Liga, Chempionlar Ligasi va Ispaniya kubogini yutib, treble qila oladimi? Izohlarda yozib ketamiz.